Demak, navbatdagi olimpiadamiz 8-fevral kuni butun respublikamiz bo'ylab bo'lib o'tadi va o'sha kuni ingliz tilidan alohida, matematikadan alohida finali Sidneyda bo'lib o'tadigan olimpiada. Aprel oyida. Final aprel oyida bo'ladi va zamonaviy dunyoning 7 mo'jizasidan biri bo'lgan opera teatriga ko'rishga borishingiz mumkin nasib bo'lsa. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar. 7-8 sinflar o'rtasidagi navbatdagi his olimpiadasining yechimlari bilan tanishamiz. Xo'p. Birinchi savol. His olimpiada maktabi tomonidan mantiqiy matematika olimpiadasi testlari va tanqidiy fikrlash nomli kitoblar chop etilgan. Hozircha qaranglar. 5 ta mantiqiy matematika, 6 ta matematika olimpiadasi va 3 ta tanqidiy fikrlash kitoblari chop etilgan. Xo'p. O'quvchi deyapti, 2 ta mantiqiy matematika, ya'ni S5U2 va 2 ta matematika olimpiadasi S6U2 ko'paytirilgan, bitta tanqidiy fikrlash, ya'ni S3U1. Kitoblarni necha xil usulda olish mumkin deyapti. Mana shuncha xil, mana bu S'larni ko'paytmasichalik xilda olishi mumkin bo'ladi. Xo'p, barobar 5 faktorial taqsim 3 faktorial ko'paytirilgan 2 faktorial ko'paytirilgan 6 faktorial taqsim 4 faktorial ko'paytirilgan 2 faktorial ko'paytirilgan 3 faktorial taqsim 2 faktorial ko'paytirilgan 1 faktorial. Buni hisoblaydigan bo'lsak, demak bu 10 ko'paytirilgan 15 ko'paytirilgan 3 ga teng, ya'ni 450 ga teng bo'lar ekan. Bu yerda D javob. Xo'sh, ikkinchi misol. Quyidagi yig'indini hisoblang deyapti. Xo'p, bu yig'indini hisoblashimiz uchun biz umumiy hadini hisoblab olishimiz kerak bo'ladi. Ya'ni mana n ni minus birinchi darajasi 1 plus 1 taqsim 2, 1 plus 1 taqsim 3 va hokazo 1 plus 1 taqsim 1000. Shuni 1009 emas, shuni 1 taqsim n qilaman. Chunki n'inchi hadni hisoblayapmiz, barobar. Demak, n ni minus 1 taqsim 3 ko'paytirilgan 4 taqsim yo'q bu yerda 3 taqsim 2 ko'paytirilgan 4 taqsim 3. Bundan keyingisi 4 dan 5 bo'ladi va oxirida n plus 1 bo'lar ekan. Demak, bu bilan bu bilan bu qisqarsa, mana maxrajdagi 2 tepaga chiqsa, nima hosil bo'ladi? 2 taqsim n kara n plus 1 hosil bo'lar ekan. Xo'p. Bizni misolimizda n teng 2 dan boshlanganligi uchun misolimizni quyidagicha yozib olamiz. Demak, 2 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 plus 2 taqsim 3 ko'paytirilgan 4 plus oxirida plus 2 taqsim 1009 ko'paytirilgan 1010 barobar. Hammasidan 2 ni qavsdan tashqariga chiqarsam va 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 3 plus 1 taqsim 3 minus 1 taqsim 4 plus va hokazo oxirida 1 taqsim 1009 minus 1 taqsim 1010 qolar ekan. Xo'p, bular qisqarib ketsa, 2 ko'paytirilgan 1 taqsim 2 minus 1 taqsim 1010. Ya'ni bunga 500 5 dan maxraj beradigan bo'lsak, 2 ko'paytirilgan 500 4 taqsim 1010 bo'ladi. Ya'ni 500 4 taqsim 505 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni bir javob. Keyingi misol. 3-savol. Xo'p, 3-savolda ham xuddi ikkinchi savoldagi kabi n'inchi hadini hisoblab olamiz. Ya'ni bu toq sonlarni barcha toq sonlar ketyapti. Demak, toq sonni qanday yozsak bo'ladi? 2 n
plus 1 ko'rinishida yozsak bo'ladi. Mana n teng 1 da 3, n teng 2 da 5. Xo'p, o'sha 2n plus 1 ni kvadrati plus 1 mahrajda 2n plus 1 ni kvadrati minus 1 bo'lyapti. Endi ochamiz buni. 4n kvadrat plus 4n plus 1 va yana plus 1. 4n kvadrat plus 4n plus 1 minus 1 barobar 4n kvadrat plus 4n plus 2 mahrajimizda esa 4n kvadrat plus 4n qoladi. Endi xatma-xat bo'lsak, ya'ni buni va buni alohida bo'lib yozamiz. Demak, 1 plus 2 ni mahrajdagi 2 bilan qisqartirsak, shunda 1 taqsim 2 kara n yo'lga qavish shart emas. n plus 1 bo'lar ekan. Xo'p, juda ham ajoyib natija keldi. Endi qaranglar. Mana shu yig'indidan 2025 bo'lib tugaganligi uchun demak 1012 ta. Ya'ni mana bu birlar soni, mana bu birlar soni 1012 ta. Ya'ni yig'indini qo'shsak 1012 birdaniga qo'shib ketaman plus men bularning hammasidan 1 taqsim 2 ni qavsdan tashqariga chiqarsam nima hosil bo'ladi? Demak, 1 taqsim 1 ko'paytirilgan 2 plus 1 taqsim 2 ko'paytirilgan 3 plus va hokazo oxirida 1 taqsim 1012 ko'paytirilgan 1013 hosil bo'ladi. Yuqoridagi misol bilan deyarli bir xil bo'lib qoldi. Demak, 1012 plus 1 taqsim 2. Demak, uni ham xuddi shunday yozib oladigan bo'lsak, 1 taqsim mana bu birinchisi minus 1 taqsim oxirgisi qoladi. 1 taqsim 1013 barobar 1012 plus 1 taqsim 2. Bunga mahraj beradigan bo'lsam 1013 bo'ladi. Tepada 1012 bo'lar ekan. Ya'ni 1012 qo'shilgan 506 taqsim 1013. Bu degani barobar 1012 butun 1013 dan 506 ga teng. Ya'ni bir javob ekan. Xo'p, keyingi savol. Keyinlar shu misolda shuni o'zida yechib qo'yamiz. Bu yerda mana bu to'g'ri to'rtburchak bilan mana bu to'g'ri to'rtburchakka yaxshilab ahamiyat bersak, bularni bittadan tomoni umumiy. Masalan, mana buni A desak bo'ladi. Endi masalan buni B, buni S deydigan bo'lsak, yuza tomondan ketadigan bo'lsam, 56 A ko'paytirilgan B bo'ladi. 14 S ko'paytirilgan A bo'ladi. Ya'ni yuzalar nisbati yon tomonlar nisbati bilan bir xil bo'lyapti. Shunda B ning S ga nisbati barobar 4 ga teng yoki B barobar 4S ekan. Ya'ni shunda bu 4S bu S ga teng. Endi xo'sh, buni alohida qilib olamiz. Mana bu to'g'ri burchakli uch burchaklarga qaraymiz. Bitta va ikkita. Bu to'g'ri burchakli uch burchaklar o'xshash. O'sha o'xshashlik xossasidan foydalanamiz. Ya'ni 4S ning, ya'ni 4 ning jami 5S ga nisbati, ya'ni 5 ga nisbatini kvadrati yuzalarning nisbatiga teng. Mana buni S deb oladigan bo'lsam, S ning S plus 9 ga nisbati bo'ladi. Xo'p, 16 taqsim 25 barobar S taqsim S plus 9. Bu yerdan proporsiya qilib S topadigan bo'lsam, oddiy S ning 16 ligi kelib chiqib qoladi. Ya'ni bir javob. Xo'sh, endi keyingi misol. Xo'p.
bu yerda nima qilamiz? Keyingi misolimiz juda ham qiziqarli savol. 5-misol. Qaranglar, chizmani yaqinlashtiramiz va ushbu diagonalda o'tkazamiz. Xo'p, bizga qaysi qismlar kerak bo'ladi? Bizga mana bu qism kerak bo'ladi. Mana bu qism kerak bo'ladi-da. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsam, demak, buni radiusi R1 barobar 4 ga teng bo'lsin. Shunda bo'yagan sohamning yuzi, mana sariq rang bilan bo'yagan sohamning yuzini S1 deb belgilayman. S1 barobar pi ko'paytirilgan radiusning kvadrati, ya'ni 16 pi kvadrat taqsim bu butun aylanani chorak qismi bo'lganligi uchun 4 bo'ladi va minus mana bu uchburchakning yuzi. Mana bu uchburchakning yuzi. Bu uchburchakning yuzi 8 ga teng bo'ladi. Chunki kadetlar ko'paytmasining yarmiga teng. Shunda 4pi minus 8 ga teng chiqar ekan. Endi mana bu chorak aylana uchun ham endi mana bu yuzani topaman. Bu yerda R2 barobar 8 ga teng. Shunda S2 ni topadigan bo'lsak, 8 ni kvadrat pi ko'paytirilgan 64 taqsim 4 minus 32 bo'ladi. Ya'ni 16pi minus 32 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, endi ikkita bo'ldi. Endi nima qilamiz? Endi mana bu uchun ham xo'p, S3 deb belgilayman. Qayerni? Mana bu yerni belgilayman. Bu S3imiz S2 bilan aynan bir xil. Chunki bu yerda radiuslar teng. Mana S3 barobar S2 barobar 16pi minus 32 ga teng. Xo'sh, endi mana bu eng kattasini ham topamiz mana. Bu eng kattasini mana boshqa rang bilan chizib ko'rsataman. Mana bu. Buni topadigan bo'lsak nima bo'ladi? S3 ni ham topdik. S4 barobar buni radiusi 12 bo'ladi. Shunda pi 144 taqsim 4 minus 72 bo'lar ekan. Ya'ni 36 pi minus 72 ga teng bo'lyapti. Endi mana bu qismni topishimiz uchun qora rang bilan belgilaymiz. Mana bu qismni topish uchun nima qilamiz? S2dan S1 ni ayiramiz. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri o'tib ketaman. Mana S2 minus S1 qilamiz. Shunda mana qora rang bilan bo'yalgan qismi kelib chiqadi. Endi mana bu qismni topishimiz uchun esa S4dan S3 ni ayiramiz. Qo'shamiz S4 minus S3 barobar. Xo'p, bizda S2 bilan S3imiz bir xil edi. Ya'ni shunda bu bilan bu qisqarib ketadi. Bu degani S4 minus S1 qoladi. O'rniga qo'yib hisoblaydigan bo'lsak, barobar S4imiz necha chiqqanda 36 pi minus 72
Shundan S1 ni ayiramiz. Minus 4p shunda plus 8 bo'lib ketadi. Hisoblaydigan bo'lsak, 32p minus 64 bo'lar ekan. Ya'ni 32 ni chiqazadigan bo'lsam, p minus 2 ga teng. C javob. Xo'p, 6-savol. A, B, C'lar tegishli natural deyapti. Xo'p. Bo'lsa mana A plus B taqsim C barobar. Qarang, shuni 2026 ni x deb belgilayman. X ni 4-darajasi plus x ni kvadrati plus 1 mahrajda x kub plus 1 ga teng. Shunda mana 2026 ni x deb belgiladim. Shunda bu bo'ladi. Mana x ni 4-darajasi plus 2x kvadrat plus 1 minus x kvadrat qilib yozib olamiz. Mahrajda ikkita qavsga ajratamiz. X plus 1 x kvadrat minus x plus 1. Xo'p, demak suratimiz x kvadrat plus 1 ni qavs kvadrati va minus x kvadrat. Shunda bu ham a kvadrat minus b kvadrat formula bo'yicha ikkita qavsga ajraydi. Ya'ni x kvadrat minus x plus 1 x kvadrat plus x plus 1. Mahrajimiz shunda bu bilan bu qisqaradi. Xo'p, buni bo'ladigan bo'lsam, qaranglar mana nima qoldi? X kvadrat plus x plus 1 mahrajda x plus 1 qoldi. Endi buni ham bu qismini va bu qismini alohida bo'ladigan bo'lsam nima bo'ladi? Barobar, demak x bo'ladi. Birinchi qismini bo'lsam plus 1 taqsim x plus 1 bo'ladi mana. Shunda a imiz x ga teng bo'ladi, c imiz x plus 1 ga teng bo'ladi, b imiz mana bu 1 ga teng bo'lib qolar ekan mana. B teng, shunda 1ligi kelib chiqadi. A javob. Xo'p, keyingi misol. Quyidagi deyapti, rangli kesma uzunligining kvadratini toping deyapti. Xo'p. Mana shunaqa kattalashtirib olamiz va yechamiz. Xo'p, aylana markazi mana shu yerda bo'lsin. Shunda mana bu radius bo'ladi. Mana bu qaranglar. Bunday oladigan bo'lsam, bu ham 1 ga teng, shunda bu ham 1 ga teng bo'ladi. Mana bu 1 taqsim 2 bo'ladi. Mana bu qismi. Yozamiz, 1 taqsim 2 yozamiz. Xo'sh, endi mana bu radius topadigan bo'lsam, sal kattalashtiramiz. Radius topadigan bo'lsak, nimaga teng bo'ladi? Mana bu yerga yechamiz. Xo'sh, keyingi savol 6, bu 7-savol ekan. Radius barobar ildiz ostida, demak 4 plus 1 taqsim 4. Ya'ni ildiz osti 17 taqsim 2 ga teng bo'lar ekan. Xo'p, aylana radiusini ham topdik. Endi mana radiusni bunaqasiga tortsam mana. Radiusimiz bor, mana buni birligi bor. Mana bu kesmani demak yarmini topa olar ekanmiz. X deb oladigan bo'lsam, yo'q, x taqsim 2 deb oladigan bo'lsam, x taqsim 2 barobar bo'ladi. Qaranglar. Radiusni kvadrati, mana radiusni kvadrati, ya'ni 17 taqsim 4. Ildiz ostida albatta. Minus 1 bo'ladi. Xo'p, hisoblaydigan bo'lsam, ildiz osti 13 taqsim 2 bo'lyapti. Demak, bu yerda 2lar qisqarib ketsa, x topadigan bo'lsam, ildiz osti 13 bo'ladi. Bizdan so'ralgan narsa x kvadrat, ya'ni 13 ga teng. Xo'p, bu yerda
D javob ekan. Xo'p, keyingi misol 8-savol. Chorak aylananing radiusini toping deyapti. Xo'sh, buni bunday o'tkazsak. Chorak aylana radiusini toping. Bu qismi 1 ga teng ekan, keyin bu qismi ham 1, ya'ni mana buni tomoni, kvadratning tomoni 2 ga teng bo'lar ekan. Buni diagonali esa 2 ildizosti 2 ga teng bo'ladi. Xo'sh, endi bu chizmani o'tkazamiz va mana bu chizmani o'tkazib olsak, nima hosil bo'ladi? Keyin mana buni ham olib kelsak. Xo'p, bizga mana bu diagonal shart emas ekan. Xo'p, mana bu radiusga teng bo'ladi. Mana bu ikkiligidan mana bu qismi radius minus 2 ga teng. Shunda endi bu asosni hammasi radiusligidan va mana bu birligidan bu radius minus 1. Demak, bu radius minus 2. Mana Pifagor teoremasiga ko'ra radius minus 1 ni qavs kvadrati qo'shilgan radius minus 2 ni qavs kvadrati barobar radiusni kvadrati. Ochadigan bo'lsak, r kvadrat minus 2r plus 1 qo'shilgan r kvadrat minus 4r plus 4 teng radius kvadrat. Radius kvadratlar qisqarib ketadi. Shunda r kvadrat minus 6 r plus 5 teng 0. Ya'ni r minus 1 r minus 5 teng 0. Bu yerdan r teng 5 ligi kelib chiqadi. Nima uchun 1 ni olmaymiz? Chunki o'zi mana bu qismini o'zi 1 ga teng, demak jami uzunlik ham 1 ga teng bo'la olmaydi. Demak aylana radiusi 5 ga teng ekan. Xo'sh, keyingi savol. Tenglamani yeching deyapti. 9-savol. Xo'p, x ni 4-darajasi plus 4x minus 1 teng 0. Xo'p, biz bu yerda nima qilamiz? Qaranglar. X ni 4-darajasi plus 2x kvadrat plus 1 plus 4x minus 1 barobar 2x kvadrat plus 1. 2x kvadrat plus 1 ni tenglikni ikkala tomoniga ham qo'shdik. Va buni bu tomonga o'tkazamiz. Bu qismi x kvadrat plus 1 ni qavs kvadrati bo'lib turibdi. Barobar bu qismi 2x kvadrat minus 4x plus 2, ya'ni bu yerdan 2 ni qavsdan tashqariga chiqarsam x kvadrat minus 2x plus 1 bo'lib turibdi. Xo'sh, demak bu x kvadrat plus 1 ni qavs kvadrati barobar ildizosti 2 x minus 1 ni kvadrati bo'ladi. Demak, bu a kvadrat teng b kvadratligidan, mana a kvadrat barobar b kvadratligidan a teng plus minus b ligi kelib chiqadi. Demak, buni o'rniga qo'yadigan bo'lsak, xo'p. Demak, x kvadrat plus 1 barobar tashlab o'ziga teng bo'lsin. Ildizosti 2 x minus ildizosti 2
x kvadrat minus ildiz osti 2x plus ildiz osti 2 plus 1 teng 0. Diskriminantini hisoblasak 4 bo'ladi. Yo'q, 2 bo'ladi. Minus 4 ildiz osti 2 minus 4. Buni 0 dan kichik, ya'ni bu ko'rinishda bu qismi bo'sh to'plam. Keyingisi x kvadrat plus 1 barobar, endi minusligiga tenglaymiz. Minus ildiz osti 2x shunda plus ildiz osti 2 bo'ladi. Ikkita minus plus bo'lib ketdi. Xo'p, uni chap tomonga olib o'tsak, x kvadrat plus ildiz osti 2x plus 1 minus ildiz osti 2 teng 0. Diskriminantini yana hisoblasak, 2 minus 4 plus 4 ildiz osti 2 bo'lar ekan. Ya'ni 4 ildiz osti 2 4 ildiz osti 2 minus 2 bo'ladi. Shunda yechimlarimiz x birinchi, ikkinchi barobar mana minus ildiz osti 2 plus minus ildiz ostida 4 ildiz osti 2 minus 2 taqsim 2, ya'ni mana bu D javob bo'lar ekan. Xo'p, keyingi misol. Ikkita konsentrik aylana chizmadagi aylana va chizmadagi o'rinma uzunligi 3 ga teng bo'lsa deyapti. Ko'k rangli soha. Halqa yuzini topishimiz kerak ekan. Xo'sh, bu yerda buni radiusini R deydigan bo'lsak, buni radiusini katta R deydigan bo'lsak, shunda nima hosil bo'ladi? Katta R ni kvadrati minus kichik R ni kvadrati barobar 9 ligi hosil bo'ladi. Halqa yuzasini bilamizki, pi katta doira yuzidan minus kichik doira yuzini ayirib tashlaganga teng, ya'ni pi R kvadratga teng. Ya'ni pi ni qavsdan tashqariga chiqarsam, katta R ni kvadrat minus kichik R ni kvadratiga teng. Shunda pi ko'paytirilgan 9, ya'ni 9 pi chiqar ekan. Mana shu javob. Xo'sh, keyingi savol. Birinchi savolida adashmasam. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Qaranglar. Belgilashga kiritamiz. Ya'ni bu kvadrat deyapti va mana bular teng bo'lsa, mana buni a deb, buni ham a deb belgilaymiz. Buni ham a deb belgilaymiz, buni ham a deb. Bu b bo'ladi shunda. Shunda bu ham b bo'ladi, bu ham b bo'ladi. Bu ham b bo'ladi. Xo'p. Endi bu va bu chizmalarni olib kelsak, nima qilamiz? S qizilga qo'shamiz S yashilni. Nima hosil bo'lar ekan? Va mana bularning balandliklarini ham belgilab olsak, demak buni H1, buni H2, buni H3, buni H4 qilib belgilaymiz. Shunda S sariq S qizil yuzaga yashil yuzani qo'shganda nima hosil bo'ladi? B H1 taqsim 2 qo'shilgan bu qismi, mana bu qismi A H4 taqsim 2 bo'ladi. Plus B H3 taqsim 2 qo'shilgan mana bu qism bo'ladi. Mana A H2 taqsim 2 bo'ladi. Xo'p. Barobar endi B larni alohida, A larni alohida hisoblasak, nima bo'lar ekan mana? B taqsim 2 ni chiqarsam H1 plus H3 bo'ladi. Qo'shilgan A taqsim 2 ni chiqarsam
h2 plus h4 bo'ladi. Xo'p, h1 plus h3. h1 mana h1 bu h3. Bu a plus 1 ga teng. Shu a plus 1 ni ham s deb belgilasak, shunda mana bu ham s bo'ladi. h2 plus h4 ham s bo'ladi. Ya'ni endi ikkalasidan ham s taqsim 2 ni chiqarsam a plus b bo'ladi. A plus b o'z navbatida yana s ga teng. Shunda s kvadrat taqsim 2, ya'ni bu s kvadrat taqsim 2 bo'lyapti. Shunda qizil yuza bilan yashil yuzani yig'indisi kvadrat yuzasini yarmiga teng. G'oya nima bo'ldi bu yerda? Demak, mana bu yuza bilan mana bu yuza yig'indisi bilan bu yuza yig'indisi bu yuza yig'indisiga teng bo'lar ekan. Xo'p, shunda ortiqcha chizmalarni o'chiramiz endi. Shunda 69 plus 93 barobar 60 plus so'roq deb yozamiz. Bu yerdan so'roqni topish uchun nima qilamiz? 60 bu yoqqa minus qilib o'tkazsak, 9 ga 93 ni qo'shsak, 102 ga teng bo'lar ekan. D javob. Xo'sh, keyingi misol. 12-misol. Xo'p, 12-misolda yetishdan oldin quyidagi formulani yozib ketaman. X kub plus y kub plus z kub barobar x plus y Shuni bu yerdan qaytadan yozamiz. Mana x kub plus y kub plus z kub minus 3xy z barobar quyidagicha ko'paytuvchiga ajraydi. X plus y plus z. Keyingi qavsimizda x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat minus xy minus yz minus zx. Mana shunaqa ko'paytuvchiga ajraydi. Xo'p, bundan qanday foydalanamiz? Xo'p, bizda x plus y plus z teng 1, x y z teng 0 bo'lsa deyapti. Men buni qiymatini toping deyapti. Xo'sh. Buni qiymatini topish uchun xo'p. Dastlab o'rniga qo'ysak nima bo'lar ekan hozir? Xo'sh. Xo'p, berilgan narsalarni xo'p. Keling, x kub plus y kub plus z kub o'rniga qo'yapmiz mana. Minus 3xyz. xyz 0ligidan 0 bo'lib ketadi barobar. X plus y plus z teng 1ligidan buni yozmaymiz. Shunda x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat. Qaranglar, mana bu qismini a deb belgilab ketaman. Minus a ga teng. Xo'sh, keyin x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat nimaga teng bo'ladi? Buni x plus y plus z ni kvadratga oshirsak, shunda buni o'zi bo'ladi x plus y plus z ni qavs kvadrati minus 2a bo'ladi. Ya'ni shunda bu 1 minus 2a ga teng bo'lar ekan. Shunda bu barobar nima bo'ldi? 1 minus 3a bo'ldi. Endi olib keltirib qo'yadigan bo'lsam nima hosil bo'ladi? Bizdan so'ralgan narsa x kvadrat plus y kvadrat plus z kvadrat taqsim 2, ya'ni 1 minus 2a taqsim 2 minus 1 minus 3a taqsim 3. Bunga 3 dan, bunga 2 dan makhraj bersam 6. 3 minus 6a minus 2 plus 6a bo'lar ekan. 6lar qisqarib ketdi.
Shunda 1 taqsim 6 javob. Xo'p, keyingi savol. 13-savol. Bu yerda deyapti, mana bu a sonining kasr qismi. Kasr qismi degani, ya'ni 0 dan qat'iy katta yoki teng 0 bilan yo'q, to'xtang. Demak, bu a sonining kasr qismi deyapti. Bu a sonining butun qismini belgilaymiz deyapti. Xo'p. Agar deyapti butun qism x ko'paytirilgan kasr qism x barobar 100 tenglik bajarilsa, butun qism x ni kvadrati ayrilgan butun qism x ni kvadratini toping deyapti. Xo'p, x ni biz nima qilib yozib olamiz? X barobar kasr qism x plus butun qism x ko'rinishida yozsak bo'ladi. Xo'p, o'rniga olib kelib qo'ysak, butun qism x plus kasr qism x ni qavs kvadrati ni ham butun qismi minus butun qism x ni qavs kvadrati barobar. Shunda butun qism x ni kvadrati plus 2 butun qism x ko'paytirilgan kasr qism x va plus kasr qism x ni kvadrati ni ham butun qismi minus butun qism x ni kvadrati barobar. Qaranglar, bundan nima bo'ladi? Butun qism x ni kvadratidan o'zi chiqadi, butun qismidan. Ya'ni butun qism x ni kvadrati plus mana buni qiymati 100 ga teng edi. 2 ga ko'paytirsak, demak bundan 200 chiqadi va mana bu qismi o'zi kasr qism x 1 dan kichik son. Uni kvadrati yana 1 dan kichik son bo'ladi. 1 dan kichik sonni 0 va 1 orasidagi sonni butun qismi 0 ga teng. Minus shunda butun qism x ni kvadrat. Demak, bu bilan bu ketsa, ifodani qiymati 200 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni D javob. Xo'sh, keyingi savol. Aytaylik, A, B, C, D, E, F, G va G sonlari 7 dan oshmaydigan turli natural sonlar bo'lsin. 7 dan oshmaydigan turli natural sonlar. 10 tur. Bunga nechta son bor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya'ni bular o'sha 1 dan 7 gacha bo'lgan sonlar. 7 dan oshmay, 1 dan 7 gacha bo'lgan sonlar. Turli bo'lganligi uchun aynan 1 dan 7 gacha. Nechta tub son ko'rinishida yozish mumkin deyapti. Endi yozib olamiz. Shunda A, B, C, D, E, F va G sonlari aynan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ga teng. Xo'p, A, B, C, D ko'paytma plus E ko'paytirilgan F ko'paytirilgan G. Mana bu ko'paytmamiz tub son bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak? Xo'sh. Bu aniq 3 dan katta tub son bo'ladi. Bu ko'rinib turibdi va toq son bo'ladi. 3 dan katta tub son bu toq son. Shunda juft son bu yerdagi juft sonlar bilan juft songa toq sonni qo'shsakkina toq son hosil bo'ladi. Shunda bitta tomoni aynan juft bo'lishi kerak, ikkinchi tomoni aynan faqat toq bo'lishi kerak. Xo'p. Va bu yerda yaxshilab ahamiyat bersak, 3 va 6 sonlari bor. 3-6 sonlari bitta tomonda turish kerak. Chunki agar bitta yig'indida bo'lishi kerak-da, 3 ham 6 ham. Agar 3 bir tomonda 6 ikkinchi tomonda bo'ladigan bo'lsa, bu sonimiz 3 ga bo'linib qoladi. Ya'ni tugmas bo'lib qoladi. Shunda 2 4 6 3 bo'ladi. Bunga nima qoladi? 1
toqlar qoladi. Shunda 1, 5 va 7 qoladi. Buni tekshirib ko'rsak ham bo'ladi. Buni tekshirib ko'radigan bo'lsak 144 plus 15 ga teng. Bu 159 ga teng. 159 imiz tub son, ya'ni buni bittagina yo'li bor ekan. Bu ham mana shu yo'l bilangina ikkita tub son hosil yig'indidan tub son hosil qilish mumkin. Xo'p, keyingi misol 15-savol. Aydos B'ning sumkasida ikkita ko'k, 4 ta qizil va 2 ta sariq ruchkalar bor. Aydos B sumkasidan tasodifiy 2 ta ruchka oldi. Ushbu ruchkalar bir xil rangda bo'lish ehtimolligini toping deyapti. Xo'sh, Aydos B'ning sumkasida jami 8 ta ruchka bor ekan. Aydos B sumkasidan tasodifiy 2 ta ruchkani oldi. Ushbu ruchkalar bir xil rangda bo'lish ehtimolligini toping. Xo'sh, ehtimollik P barobar desak, demak jami 8 ta ruchka bo'lganligi uchun ixtiyoriy ikkitasini tanlab olishlar bo'ladi. Mahrajimizda S802 suratda nima bo'ladi? Bir xil rangda bo'lish ehtimoli deyapti. Demak, ikkita ko'k. U ikkita ikkalasi ham ko'k bo'lishlar soni bitta plus endi 4 ta qizildan ikkitasini tanlab olish. Demak, S402 bo'ladi. Plus uni ikkalasi ham sariq bo'lib qolsa, masalan, u ham bitta imkoniyat. Shularning yig'indisi bo'lsa. Xo'p, demak, tepada 1 plus 6 plus 1 mahrajimizda 7 ko'paytirilgan 8 taqsim 2 bo'lar ekan. Hisoblasak 8 taqsim 7 ko'paytirilgan 4 bo'lar ekan, ya'ni 2 taqsim 7. Ajoyib. Xo'p, chizmada ma'lumotlardan foydalanib deyapti. BDning kvadratini toping. X, ya'ni x kvadrat toping deyapti. Xo'p. Shunda mana bu to'g'ri burchakli uchburchak bo'lganligi uchun x bo'lsa, bu x taqsim iltizosida 2 bo'ladi. Bu ham x taqsim iltizosida 2 bo'ladi. Xo'p. Kattatirsak, chunki bular 45 gradusdan bo'ladi. Bu 90ligidan. Endi xo'p, demak, bu burchagimiz 135 bo'ladi. Yaqinlashtirsam, mana bu ham 135 bo'ladi. Xo'p, bu burchakni alfa deydigan bo'lsam, qaranglar, 3 burchak, bu 16-masala. 3 burchak ADEning burchaklari alfa 135. Ikkita burchagi bir xil, to'g'rimi? Ikkita burchak alfa va 135 va 3 burchak, katta 3 burchak AD sini burchaklari ham 135 va alfa bo'ladi. Mana bu burchagimiz bo'ladi 45 minus alfa bo'ladi. Shunda bu ham 45 minus alfa bo'ladi. Shunda bu uch burchaklar o'xshash. Xo'p, o'xshash bo'lsa o'xshashlikdan foydalanamiz. Bular o'xshash ekan. Shunda katta tomon x taqsim iltizosida 2, buni katta tomoni. U kattani katta tomoni iltizosida 2 ni 8 ga nisbati barobar. Demak, xo'p, bu yerda 45 minus alfani qarshisida 2 yotibdi. Bu uchburchakda 45 minus alfani qarshisida x taqsim
ildiz osti 2 yotibdi. Xo'p, proporsiya qiladigan bo'lsak, x kvadrat taqsim 2 barobar 16, ya'ni bu yerdan x kvadrat teng 32 ligi kelib chiqadi. C javob. Xo'p, keyingi misol. Chorak aylananing radiusini toping deyapti. Mana bu 12 ga teng. Xo'sh. Bu ham radiusda beradi. Buni x deydigan bo'lsak, demak radiusimiz 12 plus x ga teng bo'lar ekan. Yo'q, bu x emas, bu 9 ga teng-ku. Mana. Bo'ldi. Bu 12 ga teng bo'lmaydi. Chunki bu yerga kelsa, bu yerda joy qolib ketadi. Xo'p, buni o'chiramiz. Xo'sh, buni yechishda nima qilamiz? Buni aylanani davom ettiramiz. Xo'p. Shunda. Chizmani bu yerga chizib ko'rsataymi ekan? Shunday qilamiz yaxshisi. 17-masala. To'liq aylanani chizaman. Ana. Xo'sh, demak bu aylana markazi bo'lsin. Mana bu yer. Aytaylik. Shu aylana markazi bo'ladigan bo'lsa, mana shu yer. Xo'p, bizga mana bu chizma berilgan. Bu 12 ga teng, bu 16 ga teng va bu 9 ga teng ekan. Xo'sh, endi mana buni davom qildiraman. Qaranglar. Shunda mana bu 9 ga teng bo'ladi. Qaranglar, bu aylana markazi ekanligidan mana bu nuqta. Aylana markazi ekanligidan bu 21 ga teng bo'ladi. Chunki o'ng tomoni bilan chap tomoni teng. Xo'p. Shunda mana bu yerda x deb belgilaymiz. Shunda bu aylana markazligidan bu pastimiz 16 plus x ga teng bo'ladi. Xo'p, kesuvchi vatarlar xossasiga ko'ra, qaranglar, nima bo'ladi? Masalan, bu a, bu b, bu s, bu d bo'ladigan bo'lsa, s ko'paytirilgan d teng a ko'paytirilgan b. Mana shundan foydalanamiz. Xo'sh, shunda 30 ko'paytirilgan 12 barobar 30 ko'paytirilgan 12 barobar 16 ko'paytirilgan 16 plus 2x bo'lar ekan pastimiz. Xo'p, qisqartirsak, 4 ga qisqarsa bu yerda 3 qoladi, bu yerda 4 qoladi. Demak, 120 barobar 64 plus 8x bo'ladi. Xo'p, ayiradigan bo'lsak, 56 barobar 8x, x barobar 7. Xo'p, biz x topdik. Demak, x'imizning qiymati 7 ga teng bo'lar ekan. Xo'sh, demak, yo'q, bu yerda qaranglar.
sal buni o'chiramiz. Endi bu bilan bu qisqardi. Endi bu bilan bu qisqarsa, bu yerda 15, mana yerda 2 qoladi. Shunda 45 barobar 32 plus 4x bo'ladi. Bu yoqqa o'tsa 4x teng 13, x teng 13 taqsim 4 ga teng bo'ldi. Xo'p, x topildi. 13 taqsim 4 ligi kelib chiqdi. Xo'p, shunda endi radiusni topadigan bo'lsak, qaranglar. Mana bu radiusga teng. Xo'p, bu 9 ga teng. Bu 16 plus x ga teng. Shunda radius barobar, qaranglar, radius barobar ildiz ostida 9 ni kvadrati plus 16 plus x. 16 plus x ya'ni 13 taqsim 4 ni kvadrati. Xo'p, buni hisoblaydigan bo'lsak, 21,25 chiqar ekan. C javob. Demak, buni o'chirsak bo'ladi. Xo'p, endi keyingi misolga o'tamiz. 18-savol. Sonining oxirgi 4 ta raqami yig'indisini toping. Sonining oxirgi 4 ta raqam yig'indisini toping deyapti. Xo'p, bu yerda 0,1 bo'lish kerak edi. 0,1. Demak, 5 ni kvadratidan 0,1 darajasining 20 darajasining 26 darajasi barobar. Demak, bu 0,2 bo'ladi. Bu bilan 4 bo'ladi. Buni 4 ga ko'paytirsa 5 ning 104 darajasi bo'lar ekan. Xo'p, endi buning oxirgi 4 ta raqami yig'indisini toping deyapti. Xo'p, qaranglar. 5 ni n'inchi darajasini hisoblaganimizda oxirgi 4 ta raqam bo'lishi uchun eng katta teng 4 dan boshlanishi kerak. Xo'p, 5 ni 4-chi darajasi oxirgi 4 ta raqamni hisoblaydigan bo'lsak 0,625 bo'ladi. Endi 5 ni 5-chi darajasi oxirgi 4 ta raqamni hisoblaydigan bo'lsak, buni 5 ga ko'paytirib chiqargan bo'lsak 3125 bo'ladi. Nuqtasi bor. Bu yerda ham endi 5 ni 6-chi darajasi nuqta 5625 bo'ladi. 5 ni 7-chi darajasi ham nuqta buni ham yana 5 ga ko'paytiradigan bo'lsak 0,625 bo'ladi. Demak, yo'q. 7-chi darajasi 8125 bo'lar ekan. Endi 5 ni 8-chi darajasi yana 0,625. Ya'ni bu yerda davriy jarayon ketdi. Har 4 tadan takrorlanib qaytib kelar ekan. Shunda 104 ni 4 ga bo'lamiz. 50 yo'q. 26. Bu 109 4 ga bo'linadigan son, ya'ni 4 ga bo'linadigan bo'lsa, mana bu oxirgi 4 ta raqami bo'ladi. Shunda 8125. Bularni qo'shadigan bo'lsak, hozir yo'q, to'xtang. Biz bundan emas, mana bundan davrni hisoblashni boshlashimiz kerak edi. Mana. Shunda 4 tadan shunda bo'ladi. Bu emas, eng 4-inchisi shunda
mana bu bo'ladi. O'chiradigan bo'lsak, shunda 5 ni 1/4 darajasi aynan 0,625 bilan tugaydi. Shunda bularning yig'indisi, oxirgi 4 ta raqamining yig'indisi 11, 13 ga teng bo'lar ekan. Ya'ni D javob. Xo'p, 19-savol. Xo'p, 19-savol. Kvadratning yashil rangga bo'yalgan qismi yuzasini toping deyapti. Kattalashtiramiz. Xo'sh, bu kvadrat bo'ladigan bo'lsa, mana buni x deydigan bo'lsam, kvadratning tomoni shunda 100 plus x kvadrat bo'ladi. 100 plus x kvadrat bo'ladi. Kvadratning yashil rangga bo'yalgan qismini yuzini hisoblang. Xo'p, keyin bunday qilamiz. Buni o'chiramiz. Xo'p, mana bu uchburchakning balandligini olib kelsam va buni h deb belgilasam, buni tomonini a, buni ham tomonini a deb belgilasam, qaranglar. Hamda mana bu burchakni alfa deydigan bo'lsak, bu 90ligidan bu 90 minus alfa bo'ladi. Bu 90 minus alfa bo'lsa, bu alfa bo'ladi. Bu alfaligidan, bu 90ligidan bu 90 minus alfa bo'ladi. Ya'ni mana bu uchburchak bilan mana bu uchburchagimiz o'xshash. Endi o'xshashlikka qo'yadigan bo'lsam, xo'p, kichik uchburchakning gipotenuzasi 10, katta uchburchakning gipotenuzasi a ga teng. Barobar kichik uchburchakni 90 minus alfani qarshisidagi katetimiz h ga teng. Katta uchburchakni 90 minus alfani qarshisidagi yotgan katet 10 ga teng. Bu yerdan a ko'paytirilgan h barobar 100ligi kelib chiqar ekan. Endi yashil sohani yuzi s yashil barobar 1/2 a ko'paytirilgan h ga teng. Ya'ni 1/2 ko'paytirilgan 100 ga teng. Shunda javob 50 ga tengligi mana kelib chiqar ekan. Xo'sh, keyingi misol 20-savol. Kvadratning sariq rangli qismlari yuzlari yig'indisini toping. Kvadratning sariq kvadratlarning xo'p, mana bu sariq sohadagi yuzani topishimiz kerak ekan. Xo'p. Qaranglar, aziz o'quvchilar, demak, mana bu shakl trapetsiya shakli. Endi mana bu shaklni ham o'tkazamiz. Bu ham trapetsiya bo'ladi, chunki bu bilan bu parallel. Trapetsiyaning tarifi ikkita tomoni parallel, qolgan ikkita tomoni parallel bo'lmagan to'rtburchak trapetsiya deyiladi. Xo'p, endi trapetsiyaning ajoyib xossalari bor. Demak, bu burchak alfa bo'ladigan bo'lsa, mana bu burchagimiz ham alfa bo'ladi. Bu burchak beta bo'ladigan bo'lsa, bu burchagimiz ham beta bo'ladi. Shunda mana bu uchburchak bilan bu uchburchak o'xshash bo'ladi. Xo'sh, shunda buni a, buni b, buni s, buni d deydigan bo'lsak, alfani qarshisida a yotibdi, buni alfasini qarshisida d yotibdi barobar. Buni bettasini qarshisida s yotibdi, kichkinani, kattani bettasini qarshisida b yotibdi. Ya'ni a ko'paytirilgan b barobar s ko'paytirilgan d ligi kelib chiqadi. S ko'paytirilgan d ligi. Bu degan nima? Bu burchaklar tengligidan alfa masalan uch burchakning yuzi a sinus alfaga qo'yadigan bo'lsak, demak, mana bu yuza bilan mana bu yuza teng bo'lar ekan trapetsiyada. Bu yerda ham xuddi shunday. Mana bu yuza bilan bu yuzamiz teng bo'ladi.
bu uchburchak bilan bu uchburchak o'xshash bo'ladi. Xo'p, biz buni qanday qo'llaymiz? Chizmada, berilgan chizmada qaranglar. Bu diagonal tortadigan bo'lsam, buni diagonalini o'tkazilgan o'zi mana bu shakl, masalan buni A, buni B, buni C, mana bu yerda D degan bo'lsam, A, B, C da trapesiya bo'ladi. Chunki A, B bilan parallel CDga, chunki bu ikkalasi ham diagonal, bu burchaklari bir xil 45-45 dan, qolgan ikkita tomoni parallel emas. Endi shunda xo'sh, mana bu yuza bilan mana bu yuza teng bo'lar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Hamda endi qaranglar. Shunda bu qizil kvadratning yuzasi s barobar 36 ga teng. Qizil kvadratning yuzasi 36 ga teng. O'sha qizil kvadratning yuzasi 36 ga teng. Masalan, buni S1 deydigan bo'lsam, bu ham S1 ga teng. Buni S2 deydigan bo'lsak, shunda sariq sariq barobar S1 plus S2 ga teng. S1 plus S2. Endi bu tomondan qaraydigan bo'lsak ham, mana bu qizil bilan bu sariqni yig'indisi ham S1 plus S2. Shunda bu S qizilni yarmi bo'ladi. Shunda 18 ga teng. Ya'ni B javob. Xo'p, demak navbatdagi Hisab olimpiadasining matematika qismining yechimlari quyidagilardan iborat edi.